Fermer akalar, bog'bon akalar, qalaysizlar dehqon akalar. Bugun biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Narpayangmi? Narpay tumaniga kelganmiz, xudo xolasa. Haqiqat massivida. Agar eslaringda bo'lsa, o tomonga nasos qo'yganmiz. 600 metrga agar ko'rgan bo'lsalaring 30 kilovat bilan. Endi bugun akamiz 37 kilovatlik nasoslari bor ekan. Shu joyga nasib bo'lsa 18,5 kilovatlik yotiq ishlaydigan nasosimizni olib kelib aka, xudo xolasa. Necha yil bo'ldi? Xudo xolasa 4 yil bo'libdi. Lekin atmosfera boshqacha, ha? Bitta atmosferaga like bosib qo'yamiz, xudo xolasa. Xizmatlarimizni ham ko'rasizlar. Necha gektar yeringiz bor? 15 gektarga shu. Ismingiz kim edi? Ravshan. Ravshan aka, bu yerda 15 gektar yerlari bor. 37 kilovatli nasos ishlatar ekanlar. Soatiga 37 ming so'm degani. Nasib bo'lsa, shuni teng yarimiga tushirib beramiz aka. Nasib. Xudo xolasa. Teng yarimiga tushirib, akamizga o'shanda 10 soatda 185 ming, 24 soatda 360 ming. 10 kunga ko'paytirsak 3,5 million so'm bo'ladi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa chiroyli xizmat qilib beramiz. Bug'doy siznikimi? Bug'doylarni tindirib yuboribdilar. Bug'doyga dorini ham yemabdilar. Yerlari ham zo'r ekan. Xudo xolasa zo'r ekan aka bug'doyingiz, chunki meni ham 5 gektar bug'doyim bor-da. Bug'doy bilan rasa, meniki mana bundaqa. Meniki mana bundaqa. Qalin ekan, nima bo'lsin? Bo'yi. Mana shunaqa. Xo'p, nasos turgan yerlarni ham hozir ko'rsatamiz. Aka, mana kabelingiz bor-ku? Boshqa kabel qo'yib yuboramiz, ha? Kabel qo'yib yuboramiz, ha? Boshqa kabel qo'yib yuboramiz. Transformator 160 talikmi? Transformatorimiz 160 talik. Nasib bo'lsa, Samarqanddan Narpayda narpayliklar bo'ladigan bo'lsa, kelganimizda xudo xolasa sizlarga ham xizmatlarimizni qilib beraveramiz shu tomonga. Lekin 4 kundan beri mashinamning motori ishdan chiqib qolib, eslaringda bo'lsa, buni 3 yil oldin motor qilgandim va yana shuncha 3 yilda aka 330 ming kilometr yuribman. 330 ming kilometrda motor ochildi. Bu yerda Sentrabejniy 37 kilovatli nasos bor. Xudo xolasa, elektroshitlarni ham hozir ko'rdik. Faza zashtalarni qo'yadigan bo'ldik. Kanalga sayoz ekan, bu yerga yotiq ishlaydigan nasosdan qo'yamiz. Yotiq deganda ham 20 gradusda ishlaydigan nasosdan qo'yamiz. Xudo xolasa, suv doim loy qoqadimi, tiniq qoqadimi? Hali boyagi kanaldanmi bu ham? Hali o tepadagi yerdan surib chiqadigan yer. Hali ancha vaqt o'tib ketsa turpoq uyalib ketar ekan, ha? Bunday ochsa tushishi. Bir marta ko'ruvdim-da uni ham. Hop, loyqa suv, qumoq oqadi bu yerga. Xudo xolasa, akamizga mana, yo Alloh, mana shu oqadi. Mana shunaqa qum. Tilla ham olsa bo'laveradi shekilli bundan. Yaltirab yotibdi ichi. Akalar. Mana shunaqa qum oqadi, xudo xolasa. Bir akamizga 6 oy oldin nasos o'rnatib ketganmiz. Akamizning hozir chesnoklarini xudo xolasa o'tib videosini ham ko'rsatamiz, qanaqa holatdaligini. Xo'p. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa imkoniyat darajada xizmatlaringni qilib beramiz. Allohim kimga yetkazgan bo'lsa, shu joyga borib xizmat qilib beraveramiz. Rahmat. Lekin atmosfera boshqa dunyo.